Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda Fedrezervning foiz stavkasi bo'yicha kechagi qarori va kelgusi yil kutilmalari va kelgusi 26-yilda monetar siyosatda qanday o'zgarishlar kutilayotganligi va uni aksiya bozoriga ta'siri haqida batafsilroq qilib ma'lumot bermoqchiman. Birma-bir to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi masala kechagi foiz stavkasi bo'yicha qaror bo'yicha. Va bu qaror kutilganidek foiz stavkasi pastlatilish kutilgan edi va bu kutilganidek amalga oshdi. 2025-yilda 3 marta tushirilishi kerak edi va kechagi yig'ilish bu eng oxirgi yig'ilish edi 25-yil uchun dekabr oyi va juda ko'pchilik bozor iqtisodchilar umumiy prognoz o'sha foiz stavkasini tushirilishini kutayotgan edi. Kutilganidek foiz stavkasi 0,25 ga tushirildi va hozirda 3,75 tashkil qilmoqda. Bu albatta ijobiy holat, lekin avvalgi postlarda aytib o'tgan edim, foiz stavkasi tushirilsa bozorga yaxshi ta'sir qiladi, lekin bozorda narxlar uchib ketishini kutmaslik kerak deb aytib o'tgandim. Sababi hozirgacha o'sha kutilmalar sababli aksiya bozorida narxlar ko'tarilib o'sha aks etib bo'lgan. Demak, narxlar ancha baland yuribdi va ana shu kutilmalarni ham unga ta'siri bor. Xo'p, endi mana shu yerda e'tiborni tortgan bitta joyi Fedrezervni ichida qaror qabul qiluvchi a'zolar bor va ana shu a'zolar ichida kechagi qarorda ham va kelgusi yil uchun prognozlarda ham tarqoqlikni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ular hamjihatlikda o'sha bitta masalada aniq kelishgan holda qaror berayotgani yo'q. Xususan, kechagi yig'ilishda foiz stavkasini tushirish bo'yicha, o'zgartirish bo'yicha bitta a'zo 0,05 ga tushirishga ovoz bergan. Ikkitasi umuman tushirmaslikka, hozirgidek saqlab qolishga ovoz bergan. Qolganlari bo'lsa, foiz stavkasini 0,25 tushirishga ovoz berdi va natijada ko'pchilik ovozi bilan foiz stavkasi tushirildi. Va endi mana shu kelgusi yil uchun ham foiz stavkasini tushirib borish albatta aksiya bozori uchun juda ham muhim va mana shu yerda ham tarqoqlikni ko'rishimiz mumkin. Men sizga hozir aniq raqamlarda buni misolni keltiraman. Ya'ni 26-yil uchun o'zi umuman olganda foiz stavkasi bir martagina tushirilishi kutilyapti. Lekin bu umumiy mana shu o'rtachani ichiga nazar soladigan bo'lsak, 19 ta a'zodan 7 tasi 26-yilda umuman foiz stavkasini tushirmaslikni bildirgan fikrini. Bir marta tushirish bo'yicha 4 kishi ovoz bergan. 4 ta a'zo. 2 marta yoki undan ko'p tushirish bo'yicha 8 ta a'zo ovoz bergan. Ya'ni mana shu 19 tadan ko'rishimiz mumkin. 7 tasi umuman tushirmaslik kerak deyapti. 8 tasi 2 marta kamida tushirish kerak deyapti. 4 tasi bo'lsa faqat 1 marta. Va mana shu o'rtachani olgan holatda hozir mana yangiliklarda, boshqa hisobotlarda ko'rayotgan bo'lsangiz, foiz stavkasi 26-yilda bir martagina tushirilishi kutilyapti. Endi bu demak o'rtacha, lekin ichkarini qaraydigan bo'lsak, hali ham o'sha a'zolarni, iqtisodchilarni, qaror qabul qiluvchilarni ichida ham hamjihatlik yo'q. Ma'lum bir o'sha masala bo'yicha, ya'ni iqtisodiy holat, bu umumiy monetar siyosat bo'yicha bir mavhumlik holatlari bor deyishimiz mumkin. Bu umuman olganda yaxshi emas. Chunki bir marta tushirilishi kutilyapti, lekin qachon tushirilishi yoki katta ehtimollik bilan tushirilishi degan narsa yo'q bu yerda. Mavhumlik holati bor. Xo'p, bir marta tushirilish, endi keyingi masalaga o'tsak, qanchalik bozor uchun yaxshi yoki yomon? O'zi umuman tushiriladigan bo'lsa, albatta yaxshi, bir martami, 2 martami yoki undan ko'pmi? Lekin bu yerda boshqa masalalar ham bor. Ya'ni tushirilmasligi, ya'ni ko'p tushirilmasligini ham ijobiy tomoni bor. Qachon ko'p ketma-ket tushiriladi, iqtisodiy holat yomon bo'lsa yoki juda ham yomonlashayotgan bo'lsa, foiz stavkasi ketma-ket ana shu iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun, qarzni arzonlashtirish uchun ketma-ket tushirib boriladi va prognozlarni kelgusi yil uchun bir marta bo'lishi bu juda ham salbiy holat degani emas.
demak, iqtisodiy holat juda yomon emaski, bu foiz stavkasi ketma-ket ko'p tushirilishi kutilmayapti. Ya'ni bu yerda biz neytral deb qarasak bo'ladi. Ya'ni qisqacha xulosa qilib, kelgusi yilda bir marta tushiriladigan bo'lsa, bu holat juda yomon ham emas, aksiya bozori uchun juda yaxshi ham emas. Muhimi iqtisodiy holat yomonlashib ketmasa, hozir mana ishsizlik bo'yicha holat asta-sekin yomonlashni boshlagan, lekin juda ham yomon darajada emas. Ana shu holatdan pastga tushib, boshqa katta makroiqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmaydigan bo'lsa, umuman olganda yaxshi. Demak, mana shu yerda hozir mana foiz stavkasi bo'yicha holat qandayligini ham qisqacha ko'rsatib ketsam, mana ushbu grafikda ko'rishimiz mumkin. Mana foiz stavkasi 25-yilda sentyabr oyigacha umuman tushirilmadi. Sentyabrda tushirildi, oktyabrda tushirildi va kecha 10-dekabrda tushirildi. Va endi mana shu pastlatishlar 26-yilda nima 0,25% o'rtacha bir marta tushirilishi kutilyapti deyamiz. Va Fedrezervni o'sha bergan turli xil prognozlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni inflyatsiya bo'yicha, yalpi ichki mahsulot o'sishi bo'yicha, ishsizlik bo'yicha umuman olganda ularning prognozi juda ham salbiy emas, o'rtacha. Va Powellni ham o'zi o'sha sevgan pozitsiyasi bor. Biz foiz stavkasini tushirishda iqtisodiy holatni baholagan holda qaror qabul qilamiz deydi. Ya'ni bir aniq narsa aytmaydi. Kechagi yig'ilishda ham o'sha narsani aytdi, lekin bu yoqdagi prognozlarni qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy holat bo'yicha juda ham yomon emas. Xo'p, endi yana bitta masala bo'yicha sizlar bilan o'zimning xulosalarimni bo'lishmoqchiman. Ya'ni foiz stavkasi bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala monetar siyosat. Mana shu inflyatsiyani jilovlash maqsadida ishlatiladigan ikkita kuchli instrument bor. Bulardan birinchisi mana foiz stavkasi, biz ko'p gaplashamiz u haqida. Ikkinchisi bo'lsa quantitative tightening va quantitative easing degan o'sha terminlar bor. Qisqartirib QT va QE deb aytamiz. Ana shu siyosat sodda qilib aytadigan bo'lsam, QT da, ya'ni tightening degani bu siqish. Easing bo'lsa bu nima? Yengillashtirish. Ya'ni iqtisodiy o'sha inflyatsiyaga qarshi kurashishda ishlatiladigan zamonaviy monetar qurol bo'la, siyosat. Va QT da qanaqa bo'ladi? Muomaladagi pul massasini jilovlash, kamaytirish maqsadida pul tijorat banklaridan yig'ishtirib olinadi. Ya'ni obligatsiya sotiladi, pul yig'ishtirib olinadi. Va muhim nuqta, dekabr oyida 2025-yilda ana shu siyosat to'xtatildi. Ya'ni bu yaxshi, bu ijobiy holat. Hozirgacha mana shu inflyatsiya 22-yilda ko'tarilishni boshlagan bo'lsa, o'shandan hozirgacha ana shu QT siyosati amalda edi. Ya'ni muomaladagi pul massasini yig'ib olish bu eng yaxshi oson yo'li tijorat banklaridan kamaytirish. Tijorat banklariga demak, hukumat g'aznachilik obligatsiyalarini sotish orqali naqd pul muomaladan kamaytiriladi. Ana shu siyosat yuritib kelinayotganda hozir bo'lsa, dekabr oyida shu to'xtatildi va 26-yilda QE, ya'ni buni teskarisi, pul chiqarish, muomalaga pul chiqarish. Ya'ni o'sha chiqargan obligatsiyalarni qaytib sotib oladigan bo'lsa, ya'ni tijorat banklari orqali yangi pullar chiqadi muomalaga. Va mana shu QE hali boshlanmadi, lekin QT ni o'sha cheklashni, pul massasini cheklash siyosati to'xtatildi. Bu ijobiy holat. QE qachon boshlanishi bo'yicha, ya'ni muomalaga yangi pul chiqarish bo'yicha hali aniq
prognozlar berilmadi. Faqat kelgusi 30 kunda 40 milliard dollar miqdorida o'sha pul chiqariladi. U QE siyosati emas, balki Markaziy bank o'zini o'sha rezervlarini balansga keltirish uchun u texnik tomondan to'g'rilab qo'yiladigan joyi xolos. U katta miqdorda pul chiqayapti ekan, yana yangi pul bosib chiqaryapti ekan degan xulosaga bormaslik kerak. QE qachon boshlanadigan bo'lsa, albatta u haqida ham ma'lumot beramiz, lekin hozir u siyosat boshlangani yo'q. Endi bu terminlarga yaxshi tushunmayotgan bo'lsangiz, qisqa, sodda xulosa qiladigan bo'lsam, iste'molchilar, kompaniyalar pul ishlatish uchun naqd pul hozirgacha cheklanib kelinayotgan edi. O'sha narsa to'xtatildi va keyingi bosqich o'sha narsa yumshatilishi bo'ladi. Va bu kelgusi yillarda buni ko'rishimiz mumkin. Bu ham bozorga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Demak, bu yerda asosiy aytib o'tiladigan ma'lumotlar shulardan iborat. Kelgusi yil uchun neytral holat, ijobiyga yaqin, neytraldan biroz yuqori ijobiyga yaqin holat deyishimiz mumkin va kelgusi kunlarda ham foiz stavkasi o'sha Fedrezervda prognozlari e'lon qilinadi. U prognozlarga qarab yana agar aniqlik kiritadigan joylar bo'lsa, aniqlik kiritamiz. Sog' bo'linglar.